istalgan bilimni chuqur o'rganish uchun bitta insonga 2 yil 4 soatdan 7 ortib ketadi. Sir asror qolmaydi. Tushunamsizlar? Lekin bilmayman bu nimadan kelib chiqqan. Xuddi shunaqa tizimni 7 yilga cho'zib berishadi. 7 yil emas, 9 yilga cho'zadi. 3 yil kallash, 11, 9-11 yoki 4 yil universitet, 2 yil magistr. Cho'zib tashlaydi. 3 yil mana qanday qo'shadi, doktoratura. 2 yil hammasiga yetadi. Mana shuni biz bir kunga o'tsa bo'ladi tushdan. Necha kunga o'tamiz? 3 haftaga o'tamiz. Bilasizlar? Shuning uchun mana talaba miyasida nima bo'lishi kerak? Fan qiyin degan tushuncha bo'lsa murakkablashib ketaveradi. Mana shu tufayli ham fan qiyin deyilgan uchun ham hamma narsa yana bo'lib ketdi. Soddalashib ketib qoldi. Biza masalan, eslayman 5-sinf, 4-sinf vaqtida ishlagan matematik misollarimiz, hozir 4-sinf kitobini olsangiz kulib olasiz. Gullar, daraxtlar, chopib yurgan bachalar, matematika yo'q. Yeyilgan olmalar, tushunasizlar? Yana ham boyagi valla qiyin degan uchun yana sodda, sizlarga vaqt sodda bo'lib ketgan. Biz mana fizikada o'qigan vaqtimiz 3 hafta 4 bor o'qiychi edik, 3 hafta 3 kun 3 bor o'qiychi edik. 10 ta darajada murakkab fanlar hammasi fizikani ichiga kirib ketadi, matematika ichiga kirib ketadi. Talabalar ulguradi. O'shalar uchsa ham amaldagi oltin medal keltirgan, urib qo'yadigan darajada bo'ladi. Hozir o'tgan safar Toshkentga safarimga o'rtoqlarimni ziyorat qilib borayotsam, yarmini qisqartirib tashlagan fanlar. Tasavvur qilyapsizlar? Bu nimadan dalolat beradi? Bu chet el tizimiga o'tyapmiz. Nima degani? Kerak bo'lgan odam o'qiydi. Sekin pulli tizim bo'lib ketadi hamma joy. Men chet elda shunaqa. Pulli tizim, professor dars o'tmaydi. Professor kelib nozik nüanschalarni tushuntiradi. Talaba kiradimi, kirmaydi, umuman qiziqadi. Assistent olib ketadi, o'zlashtirib umuman qiziqadi. Kim qoladi? Mana shu fanni chuqur o'rganaman degan qoladi. Professor kimga dars o'tadi? Ketidan kelgan odamga. Mr. Johnson. Bir minutga mumkinmi? Ha. Mana shuni qilib keldi. Xo'sh. Mana shu joyda xatolik qilyapman. Ketavering deydi. Oson narsa deydi. Oddiy narsa so'rasangiz ham javob bermaydi. Sal qiyinchilikka duch kelgan narsa so'ralsa, keyin javob beradi. Dars olib ketsangiz, keyin siz bilan birga ishlashni boshlaydi. Biznes tizimlari, davlat ishxonalari, hamma joyda xuddi shunaqa tizim anaqa bo'lgan, joriy bo'lgan. O'shanaqa tizim bizga kirib keladi. Mana zavodga ish kirsanglar, yo biron bir texnikaga ish kirsanglar, orqaga olib yurasizlar. Bitta sakrashgan kelar, birinchi sizlar chizilasizlar ustularingizda. 5 yil ishlagan bo'lsanglar, 1 yillik balo olib qolasizlar chizib. Shundaymi? Nima uchun? Endi hozir yana oshib ketdi raqobat. Endi sun'iy intellekt chiqdi. Agentlar yaratiladi. Tasavvur qilyapsizlar, agent. Masalan, front-end agentini yaratadi. Sun'iy intellektda. Siz 5 yil o'qiysiz. Boring sizdan zo'r narsa qilib beradi. Prosta sun'iy intellekt. Vazifasi faqat o'sha. Tekin ishlaydi. Ishlasa ham oylik to'lovi $10, $20 kizmaydi. Sizga 15 million bergani yaxshimi, menga 200 ming bergani yaxshimi? Shuning uchun oliy o'quv yurtiga kelgan odamlarga jiddiy ogohlantirish. O'ta keskin bo'lmasang, qora ishdan olib ketaverasan. Endi maqsading qora ishdan chiqishki, to'g'rimi? Mana sen nima o'qib yuribsan? Endi men Navoiyga bo'lgan kasb emas, zo'r kasb. Ilyos nonlarda qo'rsang, pulni olib ketasan. Lekin nimadir niyating borki, qanaqadir aqliy tizimdan ketmoqchisan, to'g'rimi? Barakasini bersin. Lekin jiddiy sharti bor. Qayringdandir qon oqish kerak. Ko'zingdan, burningdan, og'zingdan o'shani ko'tara olmaganingdan. Men 9-sinf vaqtda repetir borganman. 9-sinf, 11-sinfda. O'sha vaqtda men sanqirmay aytishimda. Bilim darajasi yaxshi kapayga, domlalardan keyin o'tiribman. Men domlalarni hurmat qilaydim, kuchli edi, lekin baribir qoniqmaysan.
Keyin bitta o'quvchisini olib keldi. O'shandan keyin ustozim nisbatan hurmatim kuchayib ketdi. Sodda bola kirib keladi. Yillarni ko'rsanglar hurmat qilmaysizlar. Hammasini solib keldi. Yastani yotibman, sog'ini ichida lider o'zim. Kibrdan endi nima deysizlar? Xudo saqlasin kibrdan. Keyin ne kirib keldi. Shuna sekin gapirishni boshladi. Amerikani top universitetiga 100% grant, uy-joy bilan kirgan qarshilik bala. Amerikani top universiteti bilmadim, kirish yo'li kim bo'lishi kerak. Xuddi 9dan o'qishni boshlagan ham birinchiga. O'ta adaryonli bala emas. Unaqa tuxma bo'ladi, kitob ochib yo'lda boradi. Lekin eng kuchli jihati tizimli mehnat qilgan. Men keyin bildim, men sizlarga ham gapirib berdim-ki. IQ kuchlimi, EQ kuchlimi deganda doim EQsi baland etib ketadi. Kitobda 2 sekund yodlagan bala yetolmaydi. O'sha dars keyingi 3-chi, 4-chi, 5-chi kitobga shaxsiy kuchi bilan o'tib bergan bala yetadi. O'sha shuni aytdim. O'ziga belgilagan. Kelaman, bitta o'qilayman. Misol uchun 9 ga turaman, o'qilaman, kechqurun masalan 1 dan dars. Endi hamma har xil bo'ladi. 1 minut ham buzmagan tendensiya. 4 soatmi 4 soat. Aytlayapti. 4 soat o'zi 2 soatdan boshlaydi. Bir haftadan keyin 4 soatga chiqadi. Shu tizimni ushlab turgan 5-6 oy keyin 8 soatga chiqadi. Universitetga birinchi o'ringa kirgan. Diplomatiya birinchi o'rin kirish nerealniy narsa. Ona til, tarix, ingliz tili bir bolalar yodlash kerak. Qoidasi juda ham ko'p. Matematika oson, apillab, tapillab qilsa bo'ladi. Qoidalar lekin keyin maqsadli bolalarga qaraydi. Bo'ldi, o'qish kirib sizlarga o'xshaydi. Kimdir sizlarga qalam bir tiqsa, keyin sekin qimirlaysizlar. Xuddi sizlar hamma hayotlar ustozga kerak. Shuning uchun ham domlalarga qo'yib qo'ygansizlar, sizlar ham domlalarga qo'yib qo'ygansizlar. To'g'ri, o'qitmaydi dedi, uni majbur emas. Agar domlalar sizlarni o'qitmasa, yutqizadigan odam sizlarsizlar. Domlalar joylashib bo'lgan. Mana shu vaqtga, necha soat vaqt yo'qotasan? 80 minut. To'g'rimi? 80 minutingni sen prosto yo'q borabsan. Tasavvur qilyapsizlar? Endi bo'ling. Ko'paytiradi. 365 2 ga 2 yil bo'ladi. Yana 2 ga ko'paytiring. Har kuni 2 soatdan shug'ullanadi. Hmm? 1000mi? Sharmanda. 1,5 soatga. Endi 1,5 soatni 60 minutga ko'paytirib. 87,600. 87,600 minutda 80 minutga bo'ling. 80 minut misli? 1095. Bir haftada nechta darslar bor? Soni. 11 ta? 11. 11 80 ga ko'paytiring. 880. 1095 ni 880 ga bo'ling. 880. O'qiy olmaysiz shuni. Barabardan 20 to'g'ri. Uzun bo'lib ketdi-da u.
Hangi şunu çıkan? Bunlar da hata oluyor. Yok, mana. Sen bulmayacağımız. Ben 80'e bul. Şuraya bul 11'e bulamiz. 1095'i 11'e bul. Ha? 99 bütün bana bir yazdı. Rakam. Pastı 100 diyor. Nima bu? 100 hafta diyor. Doğru 4'ge bölüyoruz hafta. 100 hafta hiç joy bo'ladi. 25 kuni ko'rdinglar, xuddi o'zida chiqdi. Universitetga boshdan o'tkazib olgan 2 yillarni hammasini o'zlashtirganlaringizni mana bu kerak bo'ladigan 1500 soatni egallagan bo'laydi. Shuncha narsa prosta chizilib ketgan sizlarga. Yo'q. O'tgan hech narsalar niyalarga qolmagan. Endi nimadirdan kuchayish uchun yana shuncha vaqt to'lashlaringiz kerak hayotlaringizdan. Lekin hayotlaringiz umri shonuriyda cheklangan. Shundaylar hamma insonning davri bo'ladi. Va cheklangan davri bo'ladi. Hozir talaba davrimizda hech kim senga o'qigan demaydi. Mana davr kichkina davrcha. Shuni tugash bilan hech kim sendan so'rab demaydi. Mana hayotda aytib. Shuni tortadida boshqa qatlamga tiqib yuboradi. Qani o'qigan qani? 2 soat topgan qani? Kuchasini ham topa olmaysan. Muammo, problema. Yoshing nechida misol? Mana ishonib, mana yosh formula, proporsional muammoga. Sal kattaroq bo'lay, sal ishim joylashdim degan odam adashadi. Mana yosh o'sgan sari problemalarning hajmi, yechilish tendensiyasi, osonlik darajasi kattaroq bo'ladi. Birinchi sinfga chiqqan problemachalarni ko'rsang kulib yuborasan. Lekin siqilib yurgansan. Asob qilib, bir bola qilib, kara yodlamaydi. To'g'ri? Hozir ham shunday davrda boshdan o'tdi. Endi boy bola xuddi shunday maqsad qo'ygan. Kirdi o'qishga, diplomatdan keyin qilib o'qisa bo'lgan. Hamma narsani cheklagan. O'rtoq, PlayStation 1.6, hotdog yeyish va hokazo. Tinmay o'qishni boshlagan. Endi qarang, inson shunday narsa ekanda. Nimaga fokus qaratsa, inson qobiliyati hammada bor, har biringda bor. Nimaga fokus qaratsa, o'sha joyni kuchaytirib boradi. O'sha nuqta kuchayadi. Bu birinchi qoida. Insonga tegishli. Ikkinchi qoida. Energiya cheklangan. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi, shunda deydi. Voy baladan olgan anaqalarim. Insightlar. Bu fokusga bog'liq bo'ladi. Fokus bu energiyani ochish eshigi bo'ladi. Ochish eshigi. Endi qara. Hammaning energiya cheklangan. 70%, 80%, 90%, 3900% qizig'i. Insonning energiyasi cheklangan bo'ladi. Odamlar vaqtini nazorat qilaman deydi. Vaqt emas, energiyani nazorat qilish. Hammada 24 soat bor, yutgan odamlar energiyasini zo'r nazorat qiladi. Shuni ochding, ikkita video ko'rding, ikkita videoga fokusini qaratding, o'sha miqdorchani olib ketadi, energiya olib ketadi. 100 qilib chiqding, hech yaxshi ovqat yegansan, tiniq uxlading, 100% energiya bor. Ketdi telefonga 90. Do'konga bilan yarim soat bir nimani muhokama qilasan, dunyo qutqarish sizlar yuklangan. Siqilib, emotsiyalarni berib yuborib, fokus oqdimi? Ketdi. 75%. Kelasan, domila jig'ingga tegadi, asabingga tegadi, ichingdan so'kasan, qiyin kelmay kurashasan, energiya ketyapti. Ketdi energiya. 50 qoldi.
Abidjan urasan, birinchidan urasan, 1 soat abidga sarflaysan. Ketadi. 25. Yo'lda yurasan, yoqqa borsan, yoqqa borsan. Oxiri o'zing ishing qilasan. 1,5% qolganga uy ko'p kelasan. Qayerdan sen nimadir o'rganasan? Qayerdan? Keyin nima qilasan? O'zingga ishonching tushirasan. Men o'zim palaqda ekanman deysan. Yoki sun'iy ishonching oshirasan. Yuplonaman, sindiraman, olg'a deysan. Ikkalasang ham minusga tiqadi. Birinchisi o'rningdan tepaga chiqarib oladi, ikkinchisi o'rningdan pastga tushirib oladi. Ikkita holatda minusga kirib ketasan. X minusga. Shuning uchun nima qilish kerak? Birinchi o'ringa jiddiy maqsad tanlash kerak. Tushunayapsizmi azizlar? Agar maqsad prosta universitetga kelib ketish bo'lsa, ishonavering, umringiz behuda sovuryapsiz. Mayli diplom olib qo'ying, lekin nima bor reja? Kuchli tikuvchi bo'lmoqchimisiz? O'shani o'qib turish kerak. Energiya sarflamasdan. Hamma maqsadga qarab sarflayveradi. Maqsad yo'q odam umrini 2-3 yil behuda o'tkazgan. Xuddi shunday behuda o'tkazadi. Shundaylar, mana shundan keyin, mana shunaqa betartib xavosli yashashdan keyin anaqa kuchsiz shaxsiyatli gaplar chiqadi. Qolib ketdi, esini achib ketdi, bilmay qolmadi, sirojdan chiqib qolibdi, bir balo hurmatingni tushiraversan. Men sizlarga kafolat berayapman. Men ko'p jiddiy davralar ko'rganman. Bitta katta olgan xulosam bor. Og'zingdan nima chiqdi qilmadingmi, bo'ldi. Sen mana shunday qizil ro'yxatga tushasan. Shunday hurmat, ishonch sekin ayrilib ketaveradi. Shundaymi? Pullar odamni olib yurganman. Aqli ham bor, puli ham bor. Qanaqa kuzatardim odamlar munosabatini. Bitta bahona topdimmi, ishonib u qaytib u bilan atnashada qilmaysiz. Sekin-sekinlik bilan darajasini tushirib yo'q qiladi. Birdan bo'shatmayman. Usuliga besh ketganman. Ayb qidirib yoki anaqa agressiyani kuchaytirasiz. Yo'q joydan seni urishaveradi, yo'q joydan senga ish beraveradi, yuklamayni oshiraveradi. Nima uchun? Qayerdadir o'zingni kuchsiz insonligingni ko'rsatib qo'ygansan. Kuch ovozdan ketmaydi. Baqirib nimadir aql o'rgatishdan isbotlanmaydi. Kuch gapirganingga javob bera olmaydi, vazifani qanchalik bajara olmaydi. O'sha bilan isbotlanadi. Sizlarda bu eng kuchsiz qatlamlarsiz. Shuning uchun mana dars o'rtasida turib gapiryapman. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Voy, o'rgatdim. Tushunarli bo'ldimi? Fonogramma. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Dars qaytamiz. Boboy balan hikoyasini yakunlab qo'yay. Bob universitetga kirdi. Oilasini ham birga olib ketdi. Hozir mana BMT balobatlar katta tashkilotlar ishlaydi. Nima sarfladi? Tushunmadingmi? Energiyasini kerakli ishga sarfladi. Fokusni ham o'sha ishga sarfladi. Shundaylar, o'ylamanglar, mana nimadir deganlarni o'qisan, qiziqmi qanaqa mutaxassis. Umuman murakkab emas. Shundaylar, 70% istalgan mutaxassislikda 6 oyga egallasa bo'ladi. Boshlang'ich etadi. Tizimni nazorat qilasan, bitta vaqt belgilaysan, fokusni o'shanga qaratasan, miyangni polni o'sha urishga ochsang, miyang g'ajib taylaydi bu narsa. Eng ichingdagi to'poyingni ham yeng. Nega sen to'poy bo'lib qolgansan? Bilasan? Chunki sen o'zingga shunaqa meni qo'yib tashlagansan. Eplolmayman, qilolmayman. Kuchim yo'q, qobiliyatim yo'q. Lekin shu umringgacha o'zing bilan o'zing gaplashib biron marta sinab ko'rganmisan? Jiddiy tizim bilan o'zing. Nima demoqchinim bildinglar? Yetib keldimi? Shuning uchun mana Otabek misol. Eng ichlaringizdan universitet bo'yicha kuchli bo'lmoqchimi? Dunyoda hech qanaqa to'siq yo'q. Bu hech qanday motivatsiya emas, ishonavering. Bu oddiy mexanika. Buni mexanik qoidaligi.
Mexanik qoida degani kuchi bor shu ishni qilsa natija oladi degani. Hissiyotga, emotsiyaga, niyatga, yurakda oq qoraligiga, dinga, irqqa, yoshga bog'liq bo'lmagan narsa. Yoshga bog'liq bo'lmagan narsa. Mexanik qoida. Kim fokusini keraklishiga sarflaydi, 100 dan 100 natija oladi.